Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyasının bugünkü Naq Meydan söhbət proqramısına xoş gəldinizlər. Mən Fərhad Yurunqaşlıman, oldu bilan hamınızlarni yürekdən salamlayman. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Əziz qarindaşlar, sizlər görüyotqan Dünya Uyğur Qurultayının Tor televiziyası bütün xalqımızdınki qalb sadası, şundaqla qalb sirdişi, şundaqla bütün xalqımızdınki ortaq mülkidən ibarət. Sizler Dünya Uyğur Qurultayı'nınki Tor televiziyasının bütün programlarını bu muşu sizler kiravatkan Facebook sayfasından başka yana YouTube'dan ve məxsus Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası için təsdiqlənən bir yerde Doc Center namlıq Tor közünü gidimi bunu görələsizlər. Program ahırda bizninki bu YouTube adresimiz ve Tor adresimiz məxsus ekrana kilidi. Şu ekrandaki adres boyunca Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının bütün programlarını vaxtıda Tuluq görələsizlər əziz qarindaşlar. Bunu mən əskətib qoyay. Xoş, bugünkü bu Naq Meydan söhbət proqramımızda biz məxsus Uyğur xalqının Qaysar, Batur, Pidakar oğlanı İlham Toxti əpəndimə bəğişildıq. Həmənlağı məlum əziz qarindaşlar, 15 yanvar günü bolsa bizninki Qaysar oğlanımız, Batur oğlanımız, Uyğur xalqının Pidakar jangçısı İlham Toxti Efendimninki Mustabid Komisi Xitay Hakimiyeti tərəfindən bir yerdə heç bir dəlil ispatsız, quruq töhmət bilan qolğa ilinğanlığınınki 5-ci illik oldu 15 yanvar günü. Bu münasibətlə 15 yanvar günü bu xalqaradakı Dünya Uyğur Qurultayı İlham Toxti'nin qollaş qrupsi, şundaqla xalqara keçirim təşkilatı qatarlıq bu dünyadakı 19 bir yerde ammuyu teşkilat ve kişi hukuk teşkilatı şundaklı yana bütün dünyadaki 136 nefer alim, çetellik alim, tədqiqatçı akademisyenlerinki ortak imzası bilen bir yerde İlham Toxti'ninki kol ilğanlığının 5 yıllık münasibetle bütün dünyaya bir bayanat ilan kılındı ve bayanatta Mustabid Komisi Xitay Hakimiyeti'nin İlham Toxti ne şundakla hazır türümlerde tutuluyatkan Uyğur sərxillərini şərtsiz halda qoyub beriş bununla da tələb qılınğan və bugün sizlərni bu İlham Toxti qolğa ilinğan 5 yıl mabeynində İlham Toxti məsələsi xalqarada qandaq bir təsirə ega oldu. O İlham Toxti məsələsinin xalqara təsirçanlığı hazır qaysı dərəcədə bu haqda sizlərin ətraflıq məlumatı ega qilish üçün biz İlham Toxti'ni qollaş qrupsunun, yani İlham Toxti inisiyativ qrupsunun ki qurgucusu ve reisi bizninki peşqadam siyasi faaliyetçilerimizden Envercan efendim ne bugün ataydan söhbetimizi təklif qıldıq. Hürmetli Enver alaydı vaxtınızı çıxırıb bugünkü söhbetimizi qatnışıb bəgirliyiniz üçün sizə tekrar rahmet etmel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet Ferhat efendim. Enver'ke mesela qarindaşlar Enver'kem tunuşturuşunu ayısı yok. Aval qıtım biz tunuşturup bolğan hammanlarga tunuş. Birimiz Dünya Uyğur Qurultayı'nınki qurgucusu hem onunki mao reisi bolğan Envercan efendim hazır bu İlham Toxti'ni qollaş qrupsini qurup məxsus muşu təşkilat namında ciddi fəaliyyət yapırıqan bizninki ən münəvvər, ən təcrübəlik siyasi faaliyetçilerimizden biri. Hoş Enver'ke ben baydap öttüm. Mesela 15 yanvar günü sizinki bu İlham Toxti'ni qollaş qrupsunun öz içine alğan 19 ammuyu teşkilat, kişi hukuk teşkilatı deyil. Onundan 136 nefer chet ellik alim, mutaxassis tədqiqatçı. Larning ortak imzası bilan İlham Toxti haqida bir umumi bayanat e'lon qilindi. Bu haqda siz bir tushuncha bersangiz mush e'lon qilingan bayonot haqida va buning ahamiyatini qanday tushunish mumkin bu e'lon qilingan bayonotdan? Elbette. Elbette. Ben bu to'g'riliq tushuncha berishdan avval shuni bir eskartib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga. Dünya Uyghur Qurultayı Sharqiy Turkiston xalqining vatan sirtidagi salahiyetlik ve hukukluk organı teşkilatı. Bu sebepten bu qitim İlham efendim qolga ilinganlığının 5 yıllık münasebeti bilen e'lon qilingan bayonotga Dünya Uyghur Qurultayı'nın sahipxonlik qilishi veya ki
bunda başka çıkıp etkanda bu beyanatının Dünya Uygur Kurultayı tarafından tayarlanışı biz Uygurlar için nayet ehemmiyetlilik dep qarayman. Çünkü esinizi boz gerek. Hoş. Yıllardan beri bizning haqiqiy liderlerimiz, haqiqiy rahbarlarimiz Xitoyning turmisida deb kelgan dunyoga. Şu cümleden hazır mesela yüzlerce ziyalılarımız, yazgıçlarımız, rahberlerimiz türmüde bozumu şu cümleden dünya tanıgan, bilgen İlham Tohti efendim mana şu rahberlerimizin ta özü. Hem de Dünya Uygur Kurultayı Şarkı Türkistan halkının dünyadaki vekili salahiyetlik organi boğunuğu göre demek Şarkı Türkistan halkının rahberi boğan ve Xitay Kompartiyası tarafından, Xitay hakimiyet tarafından kolga ilingan ve bölgünçü de atalmış, bölgünçü de karılangan ve şu halkının erkinliği ve hukukunu da özünün erkinliğini, aile balıçakısını, mal mülkünü pida kılıp hanıveyran boğan ve hatta ömürlük qamak yatkan bir azimetinin kolga ilinganlığının 5 yıllığa Dünya Uygur Kurultayı'nın igi oluşu ve bu münasebetle elan kılınan beyanatını tayarlışı hem İlham Tohti özü noktayı nazarından hem Uygur halkı noktayı nazarından nayet ehemmiyetli dep qarayman. Çünkü bayı kısqışı dep ötkünümde hakikaten bizning haqiqiy rahbarlarimiz qamoqda. Vatan sirtida da'vo qilayotgan, xalqning da'vosini qilayotgan rahbarlarimiz, azimatlarimiz, tashkilotlarimiz ana shu xalqimiz o'zi vatanning ichida shu da'voni qilinmaganligi uchun, da'vo qilamiz deganlarning yo'q qilinayotganligi uchun. Masalan, İlham Tohti'dek insonparvar, tinchlikparvar birisining Xitoyning o'zining qonunlarini ijro qilgan, bizga bergan avtonomiya huquqini ijro qilgan degan birisini bundan foydalanib muzokaraga o'tirib bir hal etish chorasi tepishning o'rniga buni ömürlük kesip etkendan keyin demek bu davani qilish, dünya jamoatiga uqtirish ve dünya jamoatchiligini vaqflantirish ve ularning bizga hamjihatligini, hissdoshligini qozonish ve qo'llashini qozonish demek vatanning sirtidagilarga bu bir milliy vijdoniy vazifa. Shunda qanaqa Xitoy nazarda aytganimizda demek Dünya Uygur Kurultayı'nınki bu qadimgi bu tashabbuskorligi nihoyat muhim deb qarayman. Yana ikincisi hoş. Şahsen ben bu nima e'lon qilinishdan bu beyanat bir hafta avval xabar topdim. Belki başka teşkilatlar, başka alimlar şu o'xshashli bir hafta avval bundan xabardor bo'ldi. Ben o'ylayman ki eğer bu 2 hafta avval, bir ay avvaldan xabar topgan bo'lsa, tayyorgarlik qilingan bo'lsa, belki bunun qo'l qo'yuvchilarning soni yuzlarcha bo'lib ketadi, minglarga yetib berishi mumkin. Hatta bunun qo'ygan tashkilotlar mali 19 deb o'tdingiz, belki yuzlarcha yetib berishi mumkin. Çünkü bugün İlham Tohti'ni dünyada tanımayan kişilik hukuk teşkilatı yok ve mınlıgan alimler bilido bilginizde mesela İlham Tohti efendim kolga ilingan ve qamoq cezası hüküm kılıngandan keyin derhal bütün dünyadaki, garbi dünyadaki, erkin dünyadaki çoğun teşkilatlar, siyasetçiler, devlet rahberleri, hatta Amerika'nın rahberi, Avrupa Birliği'nin, Birleşken Millet Teşkilatı'nın rahberleri bunu tanqid qilib, İlham Efendimni qaysiz shartsiz qo'yib berishini Xitoy hokimiyatining talab qildi. Undan keyingi o'tgan 4 yil davomida bo'lsa, yüzlerce akademiklar, ilim adamları dünyanın her tarafından
Avrupa'dan, Amerika'dan, Şarkı Avrupa'dan bular türlü hüccetler, erzler kol koyup Xitay hükümetinin İlham Efendi'nin azat koyup verişini talep kıldı. Demek ki hulası kılıp, demek eğer dünyada Uygurların hukukunu da özünü can pida kılan İlham Efendi dünyada yaxşı bilinirdi, tanınırdı ve bu kadar bu beyanat bu noktaya nazardan mühim bir teşebbüskarlık oldu demek ki. To'g'ri deysiz, Anvar aka. Endi hozir bu ilhom to'xta masalasi bizniki hozirgi dunyo qurultiyi ninki yangi rahbarlik hay'atining eng asosiy muhim kun tartiblarining biri, xizmat kun tartiblarining biri. Shuning uchunmi sizniki riyosatchiligingizdagi ilhom to'xta inisiativ yoki ilhom to'xtani qo'llash gruppasi bilan dunyo qurultiyi har zaman bu masalada o'zaro hamkorlik zich hamkorlashib kelyotdi. O'tgan hafta siz dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa Efendi bilan Avrupa Parlamentiga borib, u yerda ko'rish yapmadingiz va ilhom to'xta Sakharov tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish masalasini bu yerda Avrupa Parlamentining a'zolari bilan so'zlashib keldingiz. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa Efendi bilan. Sizning deganingiz haqiqatan to'g'ri. Bizning haqiqiy qahramonlarimiz, haqiqiy liderlarimiz Xitoyninki zindonlarda degan so'zingiz. Endi bu ilhom to'xta haqiqatan Uyg'ur xalqining vijdoni, ya'ni o'zi bir universitetniki professori, iqtisodiy sharoiti shundoq yaxshi, xizmati yaxshi turib, bu yerda haqni so'zlayman, Uyg'ur o'zimninki millatininki haq huquqini qo'g'dayman deb Xitoyninki qonun yo'l qo'ygan doira ichida haqni so'zlagan uchun bu haqsiz mustabid hukumat Xitoy hokimiyatininki bu yerda tutqun qilishiga ve muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilishiga uchraydi. Ilhom to'xta masalasi mohiyatda mustabid hukumat Xitoy hokimiyatiniki naqadar mustabid yo'lsiz bir hokimiyat bo'lganligini va bir qonunsiz bir davlat bo'lganligini, men qonun bo'lmagan bir davlat bo'lganligini isbotlaydigan bir hodisa hamdi. Xo'sh, hozir mana 5 yil o'tdi. Ilhom to'xta qo'lga ilingani hozir advokatlar bilan ko'rishtirmaydi, urug' tuqqanlar bilan, oilasi bilan ko'rishtirmaydi. Butunlay nima qilayotgan, cheklayotgan oilasi advokatlar ko'rishni. Anvar aka, bu hamda 5 yil mobaynida qaraydigan bo'lsak, masalan, o'sha ilhom to'xtaninki masalasi hozir xalqaro matbuotlarning bo'lsin, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining bo'lsin, kun tartibidan tushmadi hamda, kun tartibidan tushmadi. Buni hamda qaysi nuqtadan tushunish kerak? Buningdan keyin bu ilhom to'xta masalasi xalqaro deganda qanday bir nima ta'sirchanlik bilan davom qiladi bu ilhom to'xta voqeasi? Bu bag'ansiri kuchayib, bag'ansiri keng doirada davom qiladi. Chunki mening bir o'zimning yoki bir tezim bor, bir fikrim bor. Buni men necha qadim ta'kidlab o'tdim. Men ilhom to'xtani qo'g'dash gruppasini qurish ve bu isim bilan ilhom to'xta efendini dunyoda targ'ib qilish orqali aslida Uyg'ur xalqining davosini xalqaro targ'ib qilish va dunyo jamoatchiligiga texmo munosib yo'l bilan taqdim qilishni istaganligimni bir necha qatim takrorlagandim. Yani shunday xulosa qilib aytishim mumkin. Demak, men har qanday qiyaga borgan vaqtimda xo'sh. Azalda ko'rishganimda Uyg'ur xalqining beshidagi zulm va bularning ahvoli to'g'riliq ma'lumot berib, keyin eng oxirida undan keyin mana shu ahvolni tuzatish uchun ilhom efendim qonun yo'li bilan Xitoyning o'zining qonunini amalga oshirish yo'li bilan masalani hal qilaylik degan taklifni qo'ygan holda Xitoy hukumati mana bu odamning fikri yaxshi ekan, biz bu fikrdan foydalanib tinchlik o'rnataylik, xalqning saviyasini turmush saviyasini ko'taraylik demasdan bunimi atalmış bölgünçülük bilan qaralab muddatsiz kesdi degandan keyin har qanday inson beshini bir silkib etib, demak Xitoyda qonun degan bir narsa yo'q ekan, o'zi chiqargan qonun, o'zi tasdiqlagan qonunni talab qilgan inson muddatsiz kesildigan bo'lsa, demak bu yerda bir masala bor ekan degan xulosaga kelib,
ben yetişerken, ben İlham Tohti Gruppisi namıdın biz sözleşken her kandak insan bizge istaşlık bildirip biz talep kılan İlham Efendimni mükafotlarga namzat ko'rsatish hujjatlariga qo'l qo'ygan va bizga hisslaşlık bildirgan. Assalomu alaykum Anvarka. Gapingizni kesib qo'ygan bo'ldim. Sizning savolingizga mening javobim. Assalomu alaykum Anvarka. İlham Tohti Efendimni dünyada ovozingiz ketib qoldi. Ovozingiz ketib qoldi. Boshqadan bo'layli biz. Xolisoq shaxs bo'layli. Xolisoq ziyoli bo'layli. Alo, assalomu alaykum Anvarka. Bo'ldi, tamam. Tashkilotlar sifatimiz bilan Qo'sh. İlham Tohti Efendimni birinchi o'yinga qo'yib turib, uning talablarini ve onun akıbetini ve şunun qo'shimcha keyingi 2-3 yildan beri qo'lga ilingan yüzlerce adı sanığa yetib bordi, yüzlerce qalamkashlar, ziyolilar bularni misol ko'rsatib ve Uyg'ur xalqining hozir mana oxirida apib hech qanday gunoh atamasdan milyondan oshiq insonni jazolash lagerlariga solib olganligini aytsak, demek ki biz dünyada davamızı anlatışımızda tek muvaffak olmayız. Tek uygun bir yol bu. Benim nimemce İlham Tohti meselesi, İlham Tohti'nin akıbeti ve halkaradaki bunun kandak mükafatla ilişki meselesi Uygurlarınki erkinliği, hukuki meselesi bilen çemberçes bağlılık ve bunu birbirinden acı tutuş mümkün emez. Bana şu sebepten Assalomu alaykum Anvarjon aka, hurmatli aziz qarindoshlar, bu texnik jihatdan biroz masala chiqib, ekran Anvarkamning ekrani qaytib o'tadi. Biz boshqadan bir urinishga tirishmoqimiz. Aziz qarindoshlar, bu sababdan sizlardan uzr so'raymiz. Hozir biz İlham Tohti Uyg'ur xalqininki qaysar fidokor bo'lgan İlham Tohtininki mustabid kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan haqsizlarcha tutqun qilinganligining 5 yilligi munosabati bilan biz İlham Tohti qo'llash gruppasininki, ya'ni İlham Tohti inisiativinininki quruvchisi va raisi bizning peshqadam siyosiy faoliyatchilarimizdan Anvarjon efendim bilan suhbat o'tkazib o'tdik. Texnik sababdan suhbatimiz uzilib qoldi. Biz boshqadan Anvarjon efendim bilan boshqadan bog'lanishga tirishyapmiz aziz qarindoshlar. Hürmetli aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasininki naq maydon suhbat programmasi. Biz bugungi bu suhbat programmamizni İlham Tohti masalasiga ayirdik ve biz bu masala haqida İlham Tohti'ni qo'llash gruppasininki raisi Anvarjon efendim bilan suhbat olib berayotgan ve texnik sababdan suhbatimiz bu yerda uzilib qoldi. Biz bağlanışık tilişimiz. Assalomu alaykum Anvar. Qanday ahvolingіз? Uzilib qoldi. Shunga siz qaytadan bağlanyapmiz. Biz qaytadan bir ichibasiz. Uzilib ketdi. Biz açımız hozir bulayapmiz biz. Siz shundan qilib qo'ysangiz. Hurmatli aziz qarindoshlar, texnik sebepten bu üzülüp ketip kaldı. Biz Anvarjon efendim bilan qayta bağlanışga gayret qilyapmiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining naq maydon suhbat programmasi. Biz programning 5-ini deb o'tgan bugungi programmamizni biz maxsus Uyg'ur xalqininki fidokor qaysar botir o'g'loni İlham Tohti masalasiga ayirgan. Chunki hammalarning xabari bor. 15 yanvar kuni bo'lsa bu
İlam toxtuniki Mustabid Komisi Xitay hakimiyeti tərəfindən heç bir dəlil ispatsız halda yolsuzlarca qo'lga ilinganligining tutqun qilinganligininki 5-chi yiligi İlam toxtuniki qo'lga ilinganligining 5-chi yilligi munosabati bilan 15 yanvar kuni balki sizlarning xabaringiz bor bu chet ellardagi bu Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro kechirim tashkiloti va İlam to'xti inisiativ gruppasining o'z ichiga olgan 19 tashkilot va shundaqla yana dunyoning har qaysi ellardagi 136 nafar chet ellik olim, chet ellik mutaxassis ve akademisyenninki ortak imzası bilen bir bayanat e'lon qilingan ve bu bayanatda Mustabid Komisi Xitay hakimiyetinden İlam to'xtini darhol shartsiz qo'yib berish ve shundaqla yana hozir Xitoyninki qorong'u zindonlar etayotgan Uyg'ur sarxillarni masalan bu yerda Xolmurod G'upur, Royla Davud, Qurbon Mahmud shularga o'xshagan Uyg'ur sarxillarni shartsiz qo'yib berish bu yerda talab qilingan. Az qarindoshlar shundaqla belki İslam haberlerden duygan buluşanlar gerek. Ötken yılı yani 12. ayınki 6 ve 7. günleri Germaniya Federal hükümetininki İnsan Hakları Komisarı Doktor Barbel Kofler hanım maxsus Xitoy bilan 6 ayda bir o'tkazilayotgan kishilik huquq Germaniya bilan Xitoy o'rtasida o'tkazilayotgan kishilik huquq dialogiga qatnashish uchun Beijingga borgan va Beijingga borgandan keyin bu İlam to'xtu meselesini Xitoy hükümetiga alayda bu İlam to'xtu meselesini o'tirib qo'ygan va suhbat cherganda va Xitoy hükümetidan İlam to'xtuninki nima uchun qo'lga ilinganligi, uningki jinoyatning zodi nima ekanligi haqida qoyilqilarlik bir dalil isbot ko'rsatishni talab qilgan, ammo Xitoy hükümeti ko'rsatmagan, faqatla uning bo'lgunchilik bilan atalmış bölgünçilik bilan shug'ullanganligi ustida shikoyat qilgan va bu yerda Germaniya Federal hükümeti İnsan Hakları Komissarı bu yerda Doktor Barbel hanımınki Şarkı Türkistan'a birib Şarkı Türkistan'daki atalmış kasb o'rganish markazini ziyorat qilish talabini Xitoy hukumati rad qilgan va Barbel hanım Şarkı Türkistan'a borolmay faqat Tibetni ziyorat qilib nimaga qaytib kelgaydi. Biz Anvarjon apandim bilan yana bir ulanib boqayli. Az qarindoshlar, bu vaqt sizlarning ma'lumotni iqib qilish uchun Anvarjon apandim bilan suhbat qilayotgan, balki Anvarjon apandimninki internet nimasidan masala chiqqan bo'lsa kerak. Anvar aka, sizningki bu ulanmayotdi, internet bormi yo'qmi hozir? Nimangiz? Unda bo'lsa siz nimani o'chiring, nimangizni o'chirib olsangiz yo bizga telefon qiling bo'lmasa. Xo'sh, aziz qarindoshlar, biz texnik sababdan Anvar aka bilan o'tkazayotgan suhbatimizni uzib qilishga majbur bo'ldik. Biz hozir qayta Anvarjon apandi bilan ulanishga bu yerda g'ayrat qilyapmiz. Birazdan keyin inshaalloh ulanib qolar texnik bir masala chiqdi. Shunda bo'lsin biz suhbatimizni davomlashtirib turaylik. Aziz qarindoshlar, bu 2019-yilga kirdik. 2019 yılı kirgandan buyon Dünya Uyghur Qurultayı boshchiligidagi tashkilotlarimizning dunyo miqyosida xalqaro siyosiy sahnada va qaysi ellarda bo'layotgan faoliyatlari hech bo'shab qolgani yo'q va texmi uni yuqori pallaga ko'tarish uchun tirishchilik ko'rsatyapti. Shundaqla islom ellarida Uyg'ur davosining ta'sirchanligini oshirishni Dünya Uyghur Qurultayiningki eng asosiy mumkin tartiblarining biri. Shu sababdan hozir Dünya Uyghur Qurultayı İcra Komitesining raisi Ömer Qanat boshchiligidagi 3 kishilik bir hay'at o'tgan hafta Malayziyani ziyorat qilgan va Malayziyada 20 ga yaqin ommaviy tashkilotning qo'shilishi bilan Uyg'urlarni qo'llash gruppasi, Uyg'ur do'stlik gruppasi qurilgan Malayziyada va ular Malayziyadagi ziyoratlarni muvaffaqiyatga oxirlashtirib, hozir Indoneziyada bu ziyoratni davomlashtiradi va Indoneziyada yuqori darajada uchrashuvlarni yapyapti. Bu haqdagi xabarlarni sizlar biz Dünya Uyghur Qurultayı to'g'ri televiziyasiningki xabar va muloyiza programmasini ko'ra olasizlar. Bizningki xabar va muloyiza programmamiz har dushanba kuni e'lon qilindi. Sizlar shu Facebook sahifasi orqali va yoki YouTube orqali va yoki Dünya Uyghur Qurultayı to'g'ri televiziyasiningki to'g'ri bekiti Dub Center bu orqali ko'ra olasizlar va birozdan keyin programmaning oxirida bu adreslar YouTube adresi ve
tor adres hammasi bu yerda chiqishga tirishib chiqadi va shundan ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, aziz qarindoshlar, yana bu yerda shuni eslatib qo'yay. Biz hozirgacha Dunyo Qurultiyi tor televiziyasidan Hello, welcome to Skype call testing service. haqida leksiya berib kelayotgandik. Biz tunugun bu leksiyaning ikkinchisini berdik. Qanday savollar bo'lsa, bizga yo'llab bersanglar, biz bu savollarni ratlab chiqib, sizlarning savollaringizni biz yana oldimizgi kunlarda siyosiy panel tilash haqida maxsus yana leksiya o'rlashtiramiz va siyosiy panel tilash masalasi haqida sizlarning har qanday savollarga biz qonun yo'l qo'ygan doira ichida sizlarga atrofli javob berishga va bu haqda sizlarning ma'lumot bilan ta'minlashga g'ayrat qilamiz, aziz qarindoshlar. Bu hozir bazı texnik sebep çıktı. Şu sebepten biz Envercan akımız bilen ötküzüvatkan söhbetimizni üzüp koyuşqa mecbur kaldık ve hazır biz qaytadan bağlanışqa tirişivatımız. İnşallah hazır bağlanıp qala. Aziz qarindoshlar, men Enverjon akamiz bilan yana bir aloqalashib boqay bevosita. Assalomu alaykum, hurmatli Enver aka. Bu program üzülüp kalmadı da davamlaşıvatıdı. Hazır siz aşının uçuruversingiz, biz bulsak sizge. Bu hazır ikili taraf uçup ulanmayıvatamdı bu sizde. Uçuruverken basınız biz orayı lazım da olsa. Assalamu alaikum Şeyh Türksal. Aziz kardeşler, sizlerden özür sorayımız bu münasebetiyle. Çünkü teknik bir sebepten biz Enver Kam'dan ötküzüvatkan söhbetimiz bir yerde üzülüp kaldı. Bağlanmayatımız, kayıt sınavga gayret kılıvatımız bir yerde. Assalamu alaikum ikra aldık aziz qarindoshlar. Bazı texnik sebep tüpaylidan biz Enverjon akimizle ötküzüvatkan söhbet üzülüp kaldı. Biz bunu vaqtliq to'xtatib qo'yishga mecbur kaldık. Biz texnik meselelerni o'ngishgandan keyin bir qancha minutdan keyin yana bu söhbetni davomlashtirishimiz qarindoshlar. Birozdan keyin ko'rishaylik. Assalomu alaikum ikra aldık Şeyh Türksal aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining naq maydon suhbat programmasi. Biz bu suhbat programmamizni başlagan texnik sebepten üzülüp kaldı söhbetimiz. Şunu buna vaqtliq to'xtatib qo'yishga mecbur olduk ve bu söhbetimizni qayta bir yerde davomlashtiryapmiz. Aziz qarindoshlar, bu programning beshidimi deb o'tgandik. Bugungi söhbetimizni maxsus biz Uyg'ur xalqining qaysar va fidokor o'g'loni Ilam to'xtaga bag'ishlagan. Çünkü bilasizlar 15 yanvar kuni bo'lsa İlam Toxtu'nunki Mustabid Komünist Xitoy hokimiyati tarafidan hech bir dalil isbotsiz qonunsizlarcha, yo'lsizlarcha tutqun qilinganligininki 5-yilligi. Sizlarga ma'lum İlam Toxtu efendim Mustabid Komünist Xitoy hokimiyati tarafidan muttahamlarcha hech bir dalil isbot tayinlanmagan ahvol ostida muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan va hozirgacha bu oilasi bilan, advokat bilan, urug' tuqqanlari bilan ko'rishishi cheklangan. Bu munosabat bilan 15 yanvar kuni bir yerde Dünya Qurultiyi ve İlam Toxtu'nu qo'llash gruppasi, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq 19 tashkilot, xalqaro kishilik huquq tashkiloti va ommaviy tashkilot, shundaqlar dunyoning har qaysi ellardagi 136 nafar chet ellik olim, mutaxassis maxsus birlikda imzo etib bayonot e'lon qilgan butun dunyoga ve bu bayonotida İlam Toxtu'ni shundaqlar hozir Mustabid Komünist Xitoy hokimiyatining turmalari yetayotgan Uyg'ur sarxillarni shartsiz
qo'yib berishni talab qilgan. Bu munosabat bilan biz Ilhom To'xtini qo'llash guruhining qurg'uvchisi peshqadam siyosiy faoliyatchilarimizning Anvarjon apandim bilan bu munosabat bilan suhbat berayotgan va hozir bu suhbatimizni davomlashtiramiz. Shuning uchun buni sizlarga bir eskartib qo'ygim keldi. Anvarjonga bayma suhbatda dedingiz, bizningki Uyg'ur xalqining haqiqiy qahramonlari, haqiqiy liderlari, haqiqiy rahbarlari Xitoyninki qorong'u turmalarida dedi. Hakikaten bu sözün ait doğru bir söz. Çünkü hem de İlham To'xtini misal alsak mı, İlham To'xti efendim bir üniversiteninki aşağıda profesörü. Hizmet şundak yaxşı, iqtisadi şarait şundak yaxşı. Turup yana haqqını sözleymen, ben öz milletimninki haq hukukunu qo'g'dayman, insoniy haqlarını qo'g'dayman deb turib, Xitoyning qonunlar yo'l qo'ygan doira ichida bu yerda haqqini so'zligini uchun, bu yerda haqsiz yani müstabik komünist Xitoy hokimiyati tarafidan yo'lsizlash tutqun qilindi va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Xo'sh, Anvarjonga bu 5 yil bo'ldi hozir tutqun qilinganli, turmaga yetayotganli Xitoyning qorong'u zindonlarida. Albatta bu zindonning bir kuni normal bir yildek bilindi insonga oson emas. Haqiqatan hozir birdamda mana 5 yil bo'ldi. Bu hozir Ilhom To'xtining xalqarodagi ta'sirchanligi Ilhom To'xti masalasining va yoki Ilhom To'xti vaqasini deyli. Xalqarodagi ta'sirchanligi qaysi darajada ketyapti? Bu yana bundan keyingi yüzlenishi qanday bo'ladi? Bu vaqtda yana qarashingizni yana davomlashtirsangiz anglasak. Elbette. İlhom To'xti meselesi degan vaqtimizda bu Uyg'ur xalqining huquqlari, Uyg'ur xalqining taqdiri ve hozirgi Uyg'ur xalqining beshidagi zulm bilan çemberçes bog'liq. Bunu ayrıverkin bo'lmaydi, ayrım qarag'in bo'lmaydi. Çünkü İlhom efendim baydab o'tganimdek shu xalqining huquqlari ve erkinligini de hamma narsani pido qilib qamoqda umrlik yotdi. Xitoy hukumati bu yerda yana bir takrorlab qo'yish to'g'ri keldi. Bu insonparvar, tinchlikparvar bu fikirlerden faydalanıp hakikaten vatanimizde tinchlik o'rnatish, xalqning turmush farovonligini yaxshilash, bularni ish bilan ta'minlash ve o'ziga davlatga foydali sharoit yaratishning o'rniga Ilhom efendimni bo'lgunchi deb kesib etdi. Mayada İlhom efendimni yaxshi tanıgan o'quvchilardan birisininki İlhom efendim to'g'riliq yozgan bir abzasini mishad deb o'tay. Merhamet. İlhom efendim mundaq deganti deydi qarindishimiz. Jungo naiti hiligar hem kuchlik. Navbatda bu o'yinni faqat uning qoidasi bilanla o'ynag'ini bo'ladi. Shunga oldin bilan Jungo'nun usuli qoidasini egallash kerak. Dünya jamoatchiligining qo'li orqali uni qistash kerak. Qo'limizdan keldig'ini shu. Biz shunchalik qila olamiz. Qolganini boshqalarga havola. Ammo buni Jungo hargiz qolmaydi. Ko'nglim tuyib turdi. Bir xatar bor. Bunun xatari nihoyat cho'ng. Xitoy hatta Uyg'urning qo'li orqali menga qo'l selishi mumkin. Ammo ruhiy jihatda tayyorligim bor, chekinish yo'lim yoki xiyolim yo'q. İlhom efendim 2012-yil 11 oyda Beijingda bu gapni qilib ekan. Demak, İlhom efendimning Uyg'ur xalqi uchun o'zini pido qilganligi ma'lum bo'lib turibdi. Xitoy hokimiyati uningdan deganimdek foydalanish o'rniga uni İlhom efendimni muddatsiz kesib etdi. Uningdan keyingi hozirgi sharoit o'tgan 2-3 yildan beri Xitoy hokimiyatining xalqimizga selayotgan zulmi, milyondan ortiq insonni jazo lagerlariga qamab olishi, bu arada yüzlerce yazgıcı, ziyalilerimizni qamoqqa ilib olishi, demak İlhom efendimning xavf xatarni ta necha yil avval ko'rganligini isbotlaydi. Endi buning qo'shib aytganda
dünya cemaatçilikte İlham Tohti meselesi bunun kandan manadı degende İlham Tohti meselesi İlham Tohti Uygur halkının davasını bilmemalıdır. Çünkü o Uygur halkının hukuki erkinliğini de qamakta etipti. Şundak. Demek halkara cemaatçilik, teşkilatla, hükümetle İlham Efendimni ve onun nemi talep kılanlıkını, nemi şiyatkallıkını ayıkımdan bildi. Ben deymen ki, biz bunun keyin halkara davamızda elbette yeniden kolga ilingan yüzlerce ziyalılarımızın isimleri, resimleri, ulavlı billah ve milyon halkımız insanların cezalarında yetip atkallığı bilen billah bana İlham Efendim şu dah bir ziyalı ömürlük kalmakta yetipti o de bunu billah ipmansak teşkilatlar süpütümüz bilen her bir kişi süpütümüz bilen demek davamız ne, erkinlik kürüşümüz ne, Şarkı Türkistan halkının insan hakları hukuku yolundaki kürüşünü dünya cemaatçilikle anlatışta tekrar muvaffak olmamız, tekrar istaşlık kazanımız ve İlham Tohti'nin ki halk aradaki obrazını bana Moşu Uygur halkının erkinlik kürüşünü bağlap birlikte ep basak tekrar yaxşı diyen kanaatimin var ben. To'g'ri, hozir masalan İlham Tohti meselesi Dünya Qurultayiniki hozirgi yangi rahbarlik aytdinki o'n asosli muhim xizmat kun tartiblarininki biri her zaman Dünya Qurultayi sizning riyosatchiligingizdagi İlham Tohti'ni qo'llash guruhi bilan her zaman hamkorlik ichida bu jihatdagi faoliyatlarni xalqaro siyosatlar davomli kuchaytirishga tirishadi. Siz o'tgan hafta Dünya Qurultayining raisi Doktor Neysa Efendi bilan birga Yevropa parlamentiga bordingiz ve maxsus İlham Tohti meselesi oturup koyuldu. O'zingiz shaxsan u yerda Yevropa parlamentining bir qism a'zolari bilan kurashdingiz. Bizningki Dünya Qurultayining raisi Doktor Neysa Efendi bilan albatta bundan keyin Dünya Qurultayi İlham Tohti'ni qo'llash guruhi bilan bu jihatdagi hamkorlikni kuchaytirdi va xalqaro siyosatlardagi faoliyatni yanama yuqori pallaga ko'tarishga tirishdi. Hurmatli Anvarjon Efendim, bu sizning bir xabaringiz bormi? O'tgan yil 12-ayning 6-7 kunlari bu Beijingda Germaniya bilan Xitoy o'rtasida kishilik huquq 6 oyda o'tkazilgan kishilik huquq dialogi o'tkazilgan. Buningga Germaniyaningki federal hukumatiningki inson haqlari bosh komissari doktor Barbara Kofler xonim u yerga borgan vaqtida Xitoylardan maxsus albatta jazo lagerlari masalasini nuqtaliq bu yerda o'tirib qo'ygan. Shuning bilan birga yana İlham Tohti masalasini nuqtaliq o'tirib qo'yibdi va İlham Tohtining nima sababdan qo'llanilganligi, uning jinoyatining nima ish ekanligi haqida aniq bu yerda ishonchli dalil isbotliq ma'lumot ko'rsatishni talab qilibdi, ammo Xitoy ko'rsatamabdi, faqat milliy bo'lginchilik qilgan degan nima bilan shu so'z bilan shu shaklda javob beribdi. Siz masalan Dünya Qurultayi bu doktor Barbara Kofler xonim Beijingga mengishdan burun Dünya Qurultayining rahbarlari bilan kurashgan. Sizlar İlham Tohti'ni qo'llash guruhi bo'lishibdinglar bilan Germaniya hukumatiga bu vaqtda bir murojaat yo'llaganmi? Masalan Xitoy bilan kurashgan vaqtda bu masalani o'tirib qo'yish haqida. Albatta İlham Tohti'ni qo'llash guruhi bo'lishibdimiz bilan o'tgan 3 yilning yog'i her munosabatda Xitoy bilan Germaniya hukumatininki kishilik huquq bo'yicha dialog muzokaralardan oldin veya ki Germaniya rahbarlari Xitoyni ziyorat qilgan vaqtda yoki Xitoy rahbarlari Germaniyani ziyorat qilgan vaqtlarda biz davomli İlham Tohti Efendining masalasini o'tirib qo'yishini, uning ozod qo'yib berilishi uchun kuch chiqarishini ve şu münasebet bilen Uygur halkının beşideki zulüm ve Xitoy'niki bastırış siyaseti doğruluk Germaniya baş ministeri kansler Angela Merkel hanımga mektup yolladık bir neçe kedim ve bunun bizge kelgen cevapta bu kişilik hukuk diyalogu da Uygurlar meselesi şundakla İlham Tohti meselesi birinci orunda turdu. Biz bunu her daim birinci orunda oturup koyvatmayız. Dep cevap geldi
Bunun en yakkal misali sizde ötkendek ahir ketim Bärbel Kofler hanım ki Germaniya hükümetinin kişilik hukuk meselesinden mesul en ali derecelik komisarı ya ki en ali derecelik hadimi bu meselenin alayıp oturup koygan. Degende ben bu ulanın Xitay tarafından bergen cevabını anladım. Hem de insan bunda oturup peres kılırken bu dünyada en çok devletinin birisi bolumen devlet Xitay hakimiyeti. Ben iqtisadi taraftan güçlendim. Ben dünya cemaatçiliği bilen her sahada hemkarlık kılımen devlet ve bir qatar bir muncha kişilik hukuk, to'g'riliq, xalqaro kelishimlarga qo'l qo'ygan bir devlet turup bir insanni mesela İlham To'xtini bölgünçilik bilen qarılganda bunun bir pakti bo'lishi kerak. Elbette. İlham efendim o çıkışı da varsa biz milletler dostluğunu halayımız. Biz kanunun hükümran buluşunu halayımız. Biz Xitay konstitusiyası da belirgen avtonomiya hukukunun icra kılınışını halayımız da o çıkışı varsa Uygur biz torbetide bu nesle o çıkı yazılgan tutsa ve yüzlerce Xitay ziyalıları İlham Efendi'nin şu fikrini kollap onun etrafında İlham Efendi'nin 2009 yıl koluna elinğen vaxtıda azat koyup beriş için erzi bergen tutsa hem de Xitay hakimiyeti muşlarını gözünü yumup kayrındak kılıp kaysı yüzü bilen bu bölgünçü delaleydi o. Ya ben ne çıkını ya şu gapni anlap özümden ait hayran bolup ben. Hakikaten hem de bu Xitay müstabit komünist Xitay hakimiyetinin deyimiz kanunsuz bir devlet, müstabit bir devlet bir yerde, yolsuz bir hakimiyet. Mesela siz de öttünüz bayağı İlham To'xtininki otur koygan meseleleri bir yerde Xitay hükümetininki Xitay'dan şunu talep kılığılık. Sen Cumhuriyet Cumhuriyet Asas Kanunu'nda diki bu milletteki münasebetlik belge vedanı işgaşı sen üzerine 82. yıl çıkargan Milli Territoriallik Otonomiya Kanunu'nda verilgen vədelerini işgaşı vedanı tu şu Milli Territoriallik Otonomiya asas oturup koyduğunu şu Milli Territoriallik Otonomiya Kanunu'nda mında vədelerini belgen sen bu üzerine çıkargan kanunun maddelerine hılap kılıvatsa mesela hoşluluk, marif ve başka iqtisadi cihetin başka cihetlerden dep bunu oturup koygan bir talep kılınımı Xitayning özünün asas kanununda yazılıq ve özü çıkargan Milli Territoriallik Otonomiya Kanunu'nun münasebetlik maddeleri ve şunun amal qilish ne talep kılganda hem bu yolsuz müstabit komünist Xitay hakimiyeti tarafından muşul sebepten tutkun kılındı. Bu komünist Xitay hakimiyetinin bu mahiyetine bütün dünyaya nayt obdan köz süpürgen bir nima. Hoş Enmecilikte hazırlıkça bir İlham To'xti nurgun xalqarалық kişilik hukuk mukafatlarına erişti. Hazırlıkça siz bir eskertip özsünüz, siz arkalık bir alınsak ve bunun dikeni kandak xalqarалық kişilik hukuk mukafatlarına yine namzat kılıp gösterildi. Bu vaxtda yine kandak ilgirleşti hava yanlıqlığı. Rahmet. İlham efendim kolga ilgandaki yılla birinci bulup Amerika'da Barbara Goldsmith kişilik hukuk mukafatı bilen 2014 yılı takdirlendi. 2016 yılı Ceneva'da Martin Ennals dep atalgan kişilik hukuk mukafatı bilen takdirlendi. 2017 yılı Gagaş'ta Halkara Liberal Partiyalarının Birleşmesi Federasyası tarafından verildiğin yıllık kişilik hukuk erkinlik mukafatı bilen takdirlendi. Yana aynı yılı 2017 yıl dekabrda birinci Germaniya Demokratik Cumhuriyeti'nin başlattaki paytaxtı Weimar şehrinin kişilik hukuk mukafatı bilen takdirlendi. Bu İlham Efendi'nin kılgan hizmeti, tinçlikperverliği, kahramanlığı, milletperverliği, insanperverliği
dünyada bağımsızlığı artgan şekilde devam etibdi ve bundan keyin bu Uygurlarning vijdoni İlham Efendimning texmi ko'p xalqaro kishilik huquq mukofotlariga nomzod ko'rsatilganiga ishonaman. Biz bu faaliyetlerimizni bu etrafta devam etkiyoruz. En muhimi bu yıl 2019 yılı İlham Efendim dünyadaki yani kişilik hukuk sahasında hizmet kılan, campida hizmet kılan insanlara ya teşkilatlara verildiğin Nobel Tinçlik Mukafatına bu yıl ikinci kıtım namzat gösterildi. 2019 yıllık Nobel Tinçlik Mukafatına resmi namzat. Bu kıtım bunun yani bir ehemmiyetlik tarafı bu kıtım Amerika'daki senatörler ve Kemeş Parantası'nın azaları tarafından bu mukafat namzat gösterildi. Bunun da başka yana dünyanın her tarafından alimler, siyasetçiler ayrım şekilde İlham Efendim'ni bu mukafat namzat gösterdi. Mana bu demek İlham Efendim'nin kandak ilmi revişte tinçlik yolu bilen kanun asası da tekliflerini oturup koyganlıkını ve bunun keldiğin havf xaterini közge bilip durup Uygurların erkinliği için kahramanca oturup çıkkanlığını dünyanınki bilip yetivatkanlığını gösterdi. Demek inşallah bu yıl İlham Efendim Nobel Tinçlik Mukafatını aldı. Bunu ben işinime ve demek İlham Efendim bu mukafatını eliş arkalı demek bu mukafat Uygur halkına verildi. Uygur halkının vekili İlham Efendim'e verildi. Ne için İlham Efendim'e verildi? Uygur halkının hak, hukuki ve erkinliği için özünü fida kıldığı için verildi. Bir yerde İlham Efendim bu mukafatını alan günü demek Uygur halkının küreşi, Uygur halkının beşiğindeki zulüm, Uygur halkının kişilik hukuku, yoldaki demokratik küreşi ve bunların erkinlik yoldaki küreşi dünya cemaatçilik tarafından kabul kılındı diyen gap bu. Demek evet. Bizim davamız halkarada bir neçe derece yana algı basıdı ve yukarı belli kötürüldü diyen gap. Bu sebepten birinci bulup elbette ki bayağı dep öttüm. Biz vatanın sırtında adı bir monca teşkilatlarımız kolundan keliş hareket kılıyorduktu ve kişiler mi ayrım yerlerde bir kişilik namayişler bilen, türlük yollar bilen davamızı dünya cemaatçiliğe tuyuşturuyorduktu. Bunu İlham Tohtunu'mu bunun için koşup ip basak bu davamızga texmi faydalı demekçi ben. Rahmat Alvazinka. Bu bergen etraflık malumatınız için eğer muvaffak görseniz, eğer kendi hoşumça kıldığın başka sözünüz olursa. Hoşumça elbette ki bir kısmımız kitap okuymayız, bir kısmımız okumayız, bir kısmımız ziyalı, bir kısmımız ziyalı emez. Başta vatanın sırtındaki hiç bulmaganda texmi köp sanda ziyalılarımızın İlham Tohtu'nu tonuşturuş ve adetki halkımızga, bizlerge tonuşturuşunu ben arzu kılattım. Demek bir rahber kim buluşunun kat'i nazar? Halkı için campida hizmet kılgan her kandak bir rahberge iyi buluşumuz gerek. Onun aksız sürüşümüz gerek. Bunu kıldık Allah birinci baskışta, birinci kademde ziyalılar, kalemkeşlerimiz, ziyalılarımız İlham Efendim'nin aşırı kafesin içinde durup Xitayning onun nima qilganligini bilib turib o'tirib qo'ygan talebi bunun qamoqqa kirib yotganligi bunun demakki hozirgi sharoitdan foydalanib qila oladigan eng cho'ng qahramonlikni qilganligini başta ziyolilarimizning men anglab yetgandi deb bilaman. Anglab yetgandi albatta.
Ziyalı degan bizga qaraganda texim baldıroq bir narsani anglab tushunalaydi, tahlil qilalaydi. Demak, shuni endi xalqimizga yetkizishi kerak. Ben bunu İlham To'xtini misal beryaptim. Fakat İlham To'xti emas, onun o'xshash yani yüzlerce kahramanlarımız var. Yani başka vatanperver ziyalılarımız var. Mana muşularning xizmatlarini, nemin istiganligini xalqimizga tanishtirsa va xalqimizmi asta qayerda bo'lishidan qat'iy nazar vatan uchun, millat uchun xizmat qilayotgan rahbarlarimizni tanisa va ularga ega bo'lsa, demek ki bu davamız için faydalı bo'ladi deb mushu iltimosni o'tirib qo'ymoqchiman. Rahmat, Anvarjon aka, bergan atrofli ma'lumotingiz uchun sizga tekrar rahmat aytaman. Biz hurmatli huzur ko'rishlar sizlarni shundaqla Anvarjon aka sizdanmi uzr so'raymiz, chunki texnik sabab tufaylidan programmamiz bir mezgil qisqa bir mezgil uzilib qoldi va buni qayta davomlashtirdik. Sizga tekrar minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman. Istasimiz nomidan Anvar aka, rahmat sizga. Arzimaydi. Assalomu alaykum. Ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qulti to'rt televiziyasidagi Naq maydon suhbat programmasi. Biz bugungi bu suhbatimizni maxsus Ilhom To'xti efendimga meselesiga atagan. Çünkü 15 yanvar günü Ilhom To'xti Mustabid Komissiyasi hokimiyeti tarafından yo'lsizlarcha hech bir dalil isbot tayanmagan asosda muttahamlarcha tutqun qilingan bir kun, yani 5. yilligi 15 yanvar günü. Bu munosabat biz Ilhom To'xtiningki Mustabid Komissiyasi hokimiyeti tarafından tutqun qilinganligininki 5. yilligi munosabat bilan bugun biz Ilhom To'xti qo'llash gruppasining, ya'ni Ilhom To'xti inisiativ gruppasiningki mas'uli Anvarjon akamiz bilan suhbat olib bordik. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Sizlarni tekrar uzr so'raymiz, chunki texnik sababdan suhbatimiz bir mezgil uzilib qoldi. İnşallah bundan keyin texnik jihatdagi bu yetersizliklarimizni davomli tuzatishga tirishimiz. Unda olsa bugünkü söhbətimizni mishada oxirlashtiraylik. Keyin xatimliq söhbətimizni görüşəlik. Görüşkiş aman bulanlı xayır xoş.